Qarang, siz 5-savolga keldingiz va 5-savolga to'g'ri javob bersangiz, sizda 2 million qo'ymaydigan summa cho'ntagingizda bo'ladi. Tushunarli. Demak, diqqatlilar bo'lasiz. 5-savol. Uchta imkoniyat haqida ham eslab turing. Oyozoda Nursaidova qo'shig'idagi Jiguli rangi qanday edi? Eslaymiz. A. Qizil rang edi. B. Ko'k rang edi. C. Oq. D. Sariq rang edi. Demak, Ozodaxonim Nursaidovaning Jiguli rangi aytgan qo'shiqlarning rangi qanaqa edi? Aytganingizdek, Ozoda Nursaidovaning qo'shiqlari, Jiguli qo'shiqlari homiylarimizda Yandex Music'da topda birinchi o'rinda bo'lgan edi va albatta bu ko'k Jiguli. B. Nega? Yaqinda yangisini aytdilar-ku. Qabul qilamizmi? Aynan ko'k rang. Ko'k. Eshitgansiz. Qabul qildik. Demak, siz javobingiz ko'k. B variant. B variant. Albatta javob to'g'ri. Ko'k Jiguli. Tomoshabinlar bemalol bo'ringlar. Biz esa 6-savolni sekin asta o'qiyni boshlaymiz va tomoshabinlar ham menimcha sizni qo'llab turishga tayyor. Demak, biz tayyormiz va 6-savol. Oltin ko'prik deb nomlangan qo'llar ustiga joylashgan ko'prik qaysi mamlakatda joylashgan? A variant: Vyetnam. B. Hindiston. C. Birlashgan Arab Amirliklari. D. Singapur. Ko'zingiz tushgan bo'lsa kerak. Oltin qo'llar. Oltin ko'prik qo'llar ustida Yo'q, joylashgan. qo'llar, ruki. Savolni almashtirish imkoniyati foydalanmoqchiman. Demak, almashtirmoqchisiz savolni. Biz savolni almashtiramiz va baribir bizga qiziq, agar taxmin qilganingizda qaysi variantni tanlagan bo'lardingiz? Labbay? Singapur deylik. Singapurni tanlamoqchi edingiz, agar variant bo'lganda. Demak, Singapur javob edi. Afsus, bu noto'g'ri bo'lar edi. Vyetnam. Chunki bu ko'prik juda ham mashhur. Yaxshi ham savolni almashtirgansiz. Bu Vyetnamda joylashgan edi.